Assalamu aleyküm bütün dünyadaki Uygurlarımga güzel İstanbul'dan salam olsun. Suyumlu kırındaşlarınız, ben sizlerge bugün intayin mühim mezmunlarını sözlemekçi. Aval İstanbul'dan başlayayım. İstanbul degen sözdeki iki manası var kırındaşlar. Bir, İstanbul, yani Uyguristan, Kazakistan, Kırgızistan degenge okşaş. Yani İstanbul degenge devlet bol degen mananı bildirir kırındaşlar. İnşallah belki İstanbul'un bundan keyin xuddi Osmanlı vaqtida 630 yıl dünyanın başkent paytaxtı bo'lgandek, yana bundan keyingi tarixda paytaxt bo'lib qolish ehtimolliqi bor qarindoshlar. Yana bir ma'nosi bo'lgan bo'lsa Istanbul. Fatih Sultan Mehmet 1453-yili hech kim fatih qilinmagan İstanbulni fatih qilgan edi. 21 yoshida xato so'zilgan bo'lsa, inshaalloh bizmi Fatih Sultan Mehmet hech kim fatih qilinmagan İstanbulni fatih qilganga o'xshash, Alloh xolasa vatanimiz Uyg'ur davlatini 70 necha yilning yag'i hech kim fatih qilmagan bo'lsa, inshaalloh biz fatih qilamiz. Alloh buni bizga muyassar qilsin qarindoshlar. Buning uchun butun xalqimiz orqamizda turishi, duo qilishi, buning uchun kecha-kunduz mujodala yurishimiz kerak qarindoshlar. Hamda bu yerda nima uchun Istanbul? Sizlarga buningki ma'nosini qisqacha aytaman qarindoshlar. Qiyomat yaqinlashyapti. Hatta Kur'an-ı Kerim nazil bo'lgan 1400 yilning oldidami qiyomatning yaqinlashganligini Peygamberimiz so'ziga qarindoshlar. Chunki biz uchun 1400 yil, 1500 bek jiq yil bo'lgan bilan, ammo Allohning nazarida u necha kun bo'lishi mumkin qarindoshlar. Chunki dunyodagi 1000 yil arishdiki bir kun degan qarindoshlar. Hozir qaraydigan bo'lsak, bu qiyomatning nurg'un alomatlari bo'lib qoldi qarindoshlar. Buni so'zlamasakmi, buni keyin so'zlaymiz. Buningdan burunqimi videolarda so'zlagan edik. İsa aleyhisselam dünyaya düşkenden keyin. İsa aleyhisselam dünyaya düşkenden keyin qarindoshlar, mana bu şu İstanbul bir tek bir bilan emas, ikki tek bir bilan İslam'a qaytib berdi qarindoshlar. İsa aleyhisselamga İstanbul'daki xalq ergishdi deydi. Buningdan nima ma'no chiqadi? Demak, İstanbul paytaxt bo'lishi mumkin. Bütün yani Türkiye'deki İstanbul baş elanishi, bütün Türkiye inşallah ikki tek bir bilan şu İslam, bütün İstanbul'a İsa aleyhisselamning keyindan mang'anliqligi. Ama Türkiye'den mi burun, İstanbul'dan mı burun, bir tek bir olan qarindoshlar, Avrupa, yani Avrupa'dakiler İsa Aleyhisselam'a ergishib, İslam'a kelib, bütünley qarindoshlar İsa Aleyhisselam'dan keyin minib, bütün dünyaya adalet riayet eder qarindoshlar. Buningdan nimani bilib olamiz? Bugun qaraydigan bo'lsak, bütün Müslümanlar dünyanın hech narsa sig'maydi. Nega bo'lsa musulmonlar har kunda qarindoshlar. Har bo'lmagan taqdirdimi o'zininki erkin va o'zgarlik bilan yashanmayapti. Xuddi payg'ambarimiz vaqtida, payg'ambarimizning vaqtidagi sahobalar Makka mushrik kofirlardan qochib, dunyoning nerga bo'lsa, shu borgan yerda Makka mushrik kofirlar oltinlarni, pullarni olib kirib, ularni sotib olgan qarindoshlar. Ammo lekin bir Medine'deki yani şu ensarlar onun satmagan bilen yine biz görgende bir Hristiyan memleketindeki Ebeistan diye qarindoshlar. Şu Hristiyan memleketindeki şu çakı reisi Müslümanlarını Mekke müşrik kafirlerinin altından satmagan qarindoshlar. Peygamberimiz şuna bütün Müslümanlar Medine'ye gelse bir devlet Müslümanlığı geldi közü sat görünüp kalmışsın diyen bu buna hikmetini Allah bildi. Peygamberimiz keyingi sahabelerini hani şu Hristiyan memleket yani Ebeistan hata sözlemegen bo'lsam, şu Hristiyan jutuga hicret qilishga buyurgan qarindoshlar. Mana bugunmi qaraydigan bo'lsak, bütün dünyanın hem yerdeki musulmonlar dengizi bilan, qora yo'li bilan, oq yo'li bilan, beyimi, kambag'alimi Yevropaga hicret qilyapti qarindoshlar. Hem Yevropaniki islom dinini qabul qilayotganlar bugun dunyo bo'yicha eng jiqti chaqli qarindoshlar. Mushbeti mansa inshaalloh belki İsa Aleyhisselam dünyaya çıkıcı Avrupa'da mı bu ul rastına kuruşu mümkün. Şu anın halkı İslam'a yakınlışı mümkün. Çünkü İslam dinimizde İslam'a en yakın bulganlar yine şu ehli kitaplar. Yani kitap nazlı bulunan Allah, Tevrat, İncil nazlı bulunan Allah qarindoshlar. Hem Zebur nazlı bulunan Allah. Çünkü kitap nazıl bulunmagan, kitap kömegen, qap-qara kafirlarning haqqi qaytishi, İslam'a kirish intayindir. Çünkü bular cahil insanlar bo'lganlar uchun. Amma lekin bu Hristiyanlar olsun, Yahudiler olsun, bular ehli kitap qarindoshlar, puldan tamaqini yesin bo'ladi deydigan, hatta bularning qizlarini olsin bo'ladi deydigan islomning hukmlari va qarindoshlar. Bular Qur'on o'qimagan bo'lsa-mu, uningdan burun Alloh nazil qilgan Injilni o'qigan, Alloh nazil qilgan Tevrat o'qiganlik uchun, ya'ni Allohga yaqin kishilar qarindoshlar, Allohga sherik keltirgan bo'lsa-mu, ya'ni qalbining bir yerlarida bir savol, bir javob bor qarindoshlar. Shuning uchun ularning islomni qabul qilish intayin ishtik bo'ladi.
Şuna tuncu olab İsa Aleyhisselam dunyoga tushgan vaqtda bir tek bilan islomni shu Yevropaliklar qabul qildi qarindoshlar. Allah xolasa belki Uyg'urlarning bugun Kanadaga ketishida, Kanadaning onun Uyg'urni elishida nurg'un hikmat bor. Belki Uyg'urlar yo'l islomni taqitishi mumkin, madaniyat taqitishi mumkin. Bu yerga avlodlarimiz yaxshi o'qib, bu yerning majlisga kirib, vakolat vakil bo'lishi mumkin, Yevropadan bo'lishi mumkin, Amerikadami Uyg'ur avlodlari muhim o'rinlarga kelishi mumkin. Belki dunyoga ham Uyg'ur birlashib, vatanimizni inshaalloh kunlarning biri mustaqil qilishimiz mumkin. Sevimli qarindoshlarimiz, azan o'qilib qoldi. Shun gapimni qisqartirib deyman. Anda gapimning oxiri nima deyman degan vaqtimizda, shu to'rlarda bir qiziq nuqta bo'ldi qarindoshlar. Qur'on Karimning, Injilning, Tavratning, Zaburning Alloh tarafdan nozil qilgan bir kitobni nozil qilinmagan. Qur'on Karimni arabda, Tavratda yarabisining, Injilni yanabisining deydigan bir bitta pasaj chiqdi qarindoshlar. Bu kitobni hech kim inkor qilolmaydi qarindoshlar. Hatto vatanda biz 30 yil yashash jarayonida bir Xitoy kofirning Qur'on Karimni oshkor inkor qilib ko'rmagan qarindoshlar. Butun dunyo Yahudi, Nasaraning oshkora Qur'on Karim Allohning yozgan emas demaydi qarindoshlar. Ammo payg'ambarimiz vaqtida Makka mushrik kofirlari, shu zamondagi Xristian Nasaralar degan vaqtida unda bo'lsa sizlar Qur'on Karimdagi oyat bir oyatni keltirib beqinglar degan vaqtida shuni bir oyatni keltiramagan qarindoshlar. Ya'ni Qur'ondek balog'atlik bo'lgan, Qur'ondek ayib nuqson olmagan hech qanday bir variq so'zni aytilamagan qarindoshlar. Chunki bu bir ilohiy kitob. Hech kim Qur'on Karimni Allohning kitobi emas deyamaydi. O zaman dindan chiqar qarindoshlar. Chunki din 5 asos var islom dinidagi. Bundan bizga Allohning kitoblariga iymon keltirish. Qolgan so'zimiz ham balki bilishinglar mumkin. Allohning kitoblari qaysi? Faqat Qur'on Karim emas qarindoshlar. Injil va Tavrat va Zabur va samoviy kitoblar va qarindoshlar. Yani Qur'onni Alloh nozil qildi deb Tavrat, Injil, Zaburni Alloh nozil qilmadi desakmi, dindan chiqib qilamiz qarindoshlar. Ya'ni musulmon hisoblanmaymiz. Shu sababdan bu masalaga bek diqqat qilishimiz kerak. Tavratning, Injil, Zabur Alloh nozil qilgan bo'lsa-mu, biri keyin hozirgi davrimizda qolsa, davrning keyinda qolgan, yana biz bo'lsa shu zamonning Yahudi, Nasara ulamalari o'zgartib o'tgan qarindoshlar. Xuddi bugunmi ba'zi musulmon so'zi diniy olimlar, yani din satar bazı alimlar var qarindoshlar. Qur'on Karimni qiyomat o'zgartirmaydi, quldan kaz o'zgartdi. Bu xoin olimlar. Lekin Alloh taolaning va'dasi bor. Biz islom dinimizda Qur'on Karimni qiyomat saqlab qolamiz qarindoshlar. Shu sababdan buni o'zgartirmaydi, ammo ma'nosini, tarjimasini, tafsirini o'zgartirayotgan butun Xitoy matda buni o'zgartib tarjimasini chiqadi. Bu xil uyallar bor. Ammo Qur'on Karimning aslisini dunyoning nariga borsak Qur'on Karim o'xshash qarindoshlar. Ammo Tavratchi, Injilchi, Injil qaraydigan bo'lsak, Almaniyada boshqa, Rossiyada boshqa, Fransiyada boshqa, Germaniyada boshqa qarindoshlar. Shu sababdan Alloh taolo Qur'on Karimni nozil qilib, bu kitoblarni ham burungi payg'ambarlar tasdiqlaydigan qarindoshlar. Shunga biri Alloh taolaning kitobiga iymon keltirish, yana birisi Allohning payg'ambarligiga iymon keltirish. Demek bu kitobni faloni hukuni yozgan Allohning kitobi emas deganlik payg'ambarlarni inkor qilgan qarindoshlar. İsa Aleyhisselamga Injil nozil bo'ldi. Yani Qur'on Karim Muhammed Aleyhisselam'a nazil oldu. Tevrat kimga nazil oldu qarindoshlar? Tevrat Musa Aleyhisselam'a nazil oldu. Zabur Davud Aleyhisselam'a nazil oldu qarindoshlar. Xatolashmagan bo'lsam, shuning uchun mana shu payg'ambarlarga ham Allohning kitobiga ham Allohga iymon keltirish va qarindoshlar, shuning o'xshash mana buning birisiga iymon keltirmay qolsak, Alloh saqlasin, dindan chiqib ketib qolamiz. Shuning uchun bunga bek diqqat qilishimiz kerak qarindoshlar. Shuni yaxshi bilaverishimiz kerak. Yani bu kitoblarning nozil bo'lganligi daliling bormi deyish mumkin qarindoshlar. Hatto degan o'tirg'a chiqma bo'ladi dedi, Alloh saqlasin. Vatandoshlik munofiqlik oshkor deyapmiz-mi, chatada turib bir qo'pol bu gapni qildi bir joyil. Ham so'rash qilsa uning dadisimi, onasimi Xitoy chiqibdi. Tabii ki Xitoy chiqir qarindoshlar, bir Uyg'ur musulmon asla bu gapni qilmaydi, e'tiqodi so'g'an bo'lishi mumkin, Qur'on o'qimagan bo'lishi mumkin, ammo qalbida bir Allohdan bir qo'rqish yo'qoligi uchun Allohning va kitobini inkor qilolmaydi qarindoshlar. Sevimli qarindoshlarimiz, endi deydigan yerimiz ne keldi degan vaqtimizda so'zim uzrab ketdi, to'g'ri shunlarni unut qilaman. Chunki butun maqsad bu yerda o'ttirga chiqmas olmay sevimli qarindoshlarimiz. Ya'ni Qur'on Karimning nozil bo'lganligining isboti Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, yani Arap yaz diye desek, şu Muhammed Aleyhisselam yazırken ma'no chiqib qoladi. Hayotida hiç o'qimagan qarindoshlar. Maktabda o'qimagan, o'qish, yozishni bilmaydi qarindoshlar. Bir yozishni bilmaydigan Muhammed Aleyhisselam Qur'on Karimni qanday yozdi? Der yazdimi dedi. Yoki boshqa birisi yozmadi, Muhammed dedi deydigan ba'zi munofiqlar bo'lishi mumkin. Mana bunda degan vaqtimiz qarindoshlar, Qur'on Karimdan nurg'unlagan sirlar bor. Bugun echilmagan sirlar bor. Xuddi Qur'on Karimda avlodniki onaning qo'sqida yetilish jarayoni. Onaning qo'sqida misol ma'niy holatda, uning uyul qanali
kanaletke, goşaletke suyun katılganlığı ki bütün 4 ayda onun bütünley göz, kulak hammasi paydo bo'lib, 4 aydan keyin hamma organlar bo'lib, 9 ay 9 kun atrofi to'ldiganligini Alloh Taolo Qur'on Karimda deb qo'ygan qarindoshlar. Nima degan vaqtida yaqinda shu 20-asrning oxirida Yaponiya buni resmiy amaliy isbot bilan isbotlab chiqdi. Ya'ni onaning qo'sqidagi bolaninki yetilish jarayonini qarindoshlar. Tam shu 20-asr kelgacha buni bilmagan qarindoshlar. O zaman 1400 bir Araplar qanday bo'lsin? O kadar jaholatki, qizlarini türk kömgen, xotinlarini hatta bozaq olib borib sotgan, islomni qabul qilishdan oldida o kadar jaholatki, bu kadar buzuq bir millat qarindoshlar, bu kadar bugungi mo'jiz Qur'on Karimni qanday yoza olsin qarindoshlar. Ular Qur'on Karim nozil bo'lgandan keyin ayollarni hurmatlaydigan, ayolning haqqining borligini biladigan, ayollarga miros bergan, qizlarni ko'mmagan, qizlarga önem bergan, ham bir pokiz, bir madaniyatlik bir millat bo'lishga boshlagan qarindoshlar. Shuning uchun Qur'on Karimni bir arab emas, shu zamondagi eng ilg'or bir millat yozdi deyishmi xato. Chunki mana 20-asrda insonlar bilganni, olimlar bilgan Alloh 1400 yilning oldida Qur'on Karimda deb qo'ygan qarindoshlar. Hatto Qur'on Karimdagi Alloh taolo nima deydi? Oy deydi. Meyveler, o'simliklar rang beradi deydi. Quyosh bo'lsa uni pishiradi deydi qarindoshlar. Buni kim biladigan qarindoshlar? Hamma odam quyosh meyvani pishiradi, meyvani sag'atadi deb biladi. Hatta bilmagan inson bunlar amaliyotda shu rangni, anjurni seriq qiladigan, qor uzumni qora, oq uzumni oq qiladigan, ya'ni olmani qizil qiladigan nima ekan degani qarindoshlar? Oyning nuri ekan qarindoshlar. Buni Alloh taolo Qur'on Karimda 1400 yildan oldin deb qo'ygan. Bütün osmondagi arxeologiya, ya'ni bütün osmon jismlarini deb qo'ygan, bütün matematika, tibobat to'g'risida nurg'un narsani Alloh taolo Qur'on Karimda deb qo'ygan qarindoshlar. Bugünkü atomning barliq kelishini Alloh taolo 1400 yildan oldin Qur'on Karimda deb qo'ygan. Alloh taolo Qur'on Karimda biz sizlarning zarrachilik, hatto zarradan kichik yaxshiliklarni va gunohinglarni unutib qolmaymiz degan qarindoshlar. 1400 yildan oldin. Zarraning parchalanishidan, ya'ni Angliyadagi xatolashmasam, Abdusalom doktor Uyg'ur zarraning parchalanishini tadqiq qilish orqali kimyo olimi nima degan bugungi atom barliq degan qarindoshlar. Bugun dunyodagi atom bo'lgan davlatlar butun dunyodagi eng kuchli davlatlar bo'lib hisoblanadi. Bundan nimani bila olaylik suyumli qarindoshlarimiz? Demak, Qur'on Karimda Alloh taolo 1400 oldida zarraning parchalanganligini deb qo'ygan. Hamda bulut cho'rigani dunyo 20-asrning oxiri 21-asrda buni bayqab o'tirdi. Alloh taolo Qur'on Karimda dunyoning eng tuvan quruqliqni, dunyodagi eng tuvan quruqliqniki, ya'ni Rumliklar bilan musulmonlarning jang qilgan yeri, Rumliklarning soni ko'p bo'lsa-mu, musulmonlar ustida mag'lub bo'lgan. Tam jang qilgan, ya'ni dunyoning eng tuvan quruqda jang bo'ladi degan qarindoshlar. Qur'on Karim nozil bo'lgandan keyin Rumliklar bilan musulmonlar jang qilgan, ya'ni bir Arab olimi, ya'ni coğrafya olimi 20-asrning oxirida haqiqatni isbotlab chiqqan qarindoshlar. Nima deganda Alloh taolo 1400 yil oldin deb qo'yganni qanday qildi qarindoshlar? Alloh taolo ya'ni ayollarningki bir ayol to'y qilib ajrashib ketgan bo'lsa, yoki er ulab ketgan bo'lsa, 3 oy 10 kun, 4 oy 10 kun iddat tutsin deydi qarindoshlar. Chunki shu vaqtda ayol kishining badanida burun erda hech qanday ma'ni birimiz qolmay, ayol kishi pok shalit keladi deydi qarindoshlar. Allah 1400 yil deb qo'ygan. Hozir olimlar buni isbotlab chiqdi qarindoshlar. Yaqinda isbotlab chiqdi suyumli qarindoshlarimiz. Alloh taolo osmondagi tuyma jismlarni uchirganligi, aeroplanni uchirganligi, yo'lning qisqaraydiganligi, bugünkidek tez suratli mashinalarningki, bugun poyezdlarning chiqadiganligini Alloh Qur'on Karim deb qo'ygan qarindoshlar. Bunda so'zlab kelsak nurg'ilgan mo'jiza. Buni u zamondagi normal inson aqli aslo olmaydi qarindoshlar. Shuning uchun deydiganimiz, hargiz bunday gapni qilib sanmanglar, taqib sanmanglar, anglab sanmanglar, qo'llab sanmanglar. Kim bunday gapni qiladi ekan qarashtirgan qarindoshlar. Chunki biz vatanimizda dinimizni qo'g'dayapmiz. Dinimizni qo'g'daymiz, yashaymiz deb chet elga hijrat qildik qarindoshlar. Guldik vatanimizni qo'yib chiqdik. Mol dunyosimizni qo'yib chiqdik. Urug' tuqqanlarimizni qo'yib chiqdik qarindosh. Qo'lim qo'shnilarimizni qo'yib chiqdik. O'zimizning diniy erkinlikda yashaymiz, milliy erkinlikda yashaymiz. Shu vatanni qarindoshlarni qutqizamiz deb chiqdik. Vatanı dinimizni qo'g'dayapmisak, chet elda qo'g'dayapmisak, bizning ahliyatdan farqimiz yo'q qarindoshlar. Shuning uchun chet elda bo'lsa-mu, dinimizni haqiqatan yetkazaylik, haqiqatni taqtaylik, dinimizni qo'llaylik qarindoshlar. Ham so'zlaydigan ko'p so'zlarim bor, ham Injildan, ham Tavratdan so'zlaydiganlarim bor. Buni keyingi ep qo'yman qarindoshlarimiz. Ham Isa alayhissalomni islom dini tarqatgan, bir Alloh dini tarqatgan Musa alayhissalomni shu İncilning nozil bo'lganligiga, Musa Isa alayhissalomga Injilning nozil bo'lganligiga Isa alayhissalomning atrofidagi havvariyalar shohid edi qarindoshlar.
Şu Havvarilarninki evlatları 20 bor qarindoshlar. Qur'on Karimning nozil bo'lganligiga shu zamonki sahobalar, Peygamberimizin ayoli Oyisha onamiz shohid bo'lgan qarindoshlar. Tavratning nozil bo'lganiga, xuddi Turkiyaga nozil bo'lgan Musa alayhissalomdan yana 40 odam Tavratning nozil bo'lganiga shohidlik qarindoshlar. Ularning evlatları 20 bor qarindoshlar. Allah xolasa bunu inşallah hem bütün Uygur Müslümanlar takip koyanlar, dinimizi düşüneyle. İnşallah dünyadaki bütün insaniyet İsa Aleyhisselam dünyaya düşken vaxtıda İsa Aleyhisselam'a erişidir. Bir İslam'a itikat kılıdı. Bütün dünyadaki butlarını çakıdı. Bütün dünya birleşip İslam dünya hükümdarı oldu. İnşallah o gün geçe hemimiz teyarlığımız olsun. O gün Allah bizi kösetsin. İsa Aleyhisselam'dan yandık etsin. İsa Aleyhisselam'dan askerlerden kessin. Allah bizi göstermese güzel evlatlarımız göstersin kardeşler. Bütün Uygur'umğa Allah'ın selamı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.